Assalamualaikum, aylar pişiriq salgan kelgan barliq xonimlar. Bugun aytilgan dars qat-qatda. Bunun ketilgan materiallar avjash maydan 200 gram, sar maydan 200 gram, andan suv maydan 50 gram, andan sütdən 250 gram, andan sodadan 5 gram, vodafından 15 gram, şeker 450 gram, andan 8 tal tuxum, undan 475 gram ketidi. Andan mana içini bezaydiganga iris ketidi. Özüňler ayılda qaynatqa iris bolsun buldu. Ak iris, qara iris bolsun bileberdi. Men bunda tayan işletdim. Qanday iris işletseňler bileberdi arzu sürkedim. Endi jarayonlarni ip barayli. Ha hanımlar, biz avval mana bu dadenjininki qatısyga sarmayni avjashmayni, endi suv mayni üçünü birleştirip, bize köp turgandan keyin şekerini töküp, şeker ergiç aralashtiramiz hanımlar, köp turamiz. Mana dadenjinin qatısyga sarmay, avjashmay, suv üçünü töküp, bize köp turib bolgandan keyin endi şekerini töküp, şeker ergiç yana köp turamiz. Eger bunda çoň dadenjini bolmay qalsa, kichik dadenji köp tursaňlar bileberdi. Mana 3 xil mayni raus köp turib bolgandan keyin endi şekerini töküp, şeker ergiç köp turamiz hanımlar. Mana şekerini töküp köp turib aldık. Endi tuxumni, 8 tal tuxumni bir neçe qep birini köp turib, birini köp turib başta qilamiz. Tuxumni hamma bir xil çeqatmaymiz. Mana birinci tuxumni töküp, yana köp turib alamiz. Endi köp turib bolgandan keyin ikinci tuxumni töküp, çeqip yana köp turib alamiz. Muşuna 8 qatim yep alsak boldu. Mana tuxumlarni çeqip, köp turib muşalat köp bolgandan keyin endi sütni azazını töküp, yana köp turamiz. Sütni töküp vaqtda bir xil tökmaymiz. Azazını töküp köp turib alsak boldu. Mana sütni töküp, muşalat keltirib aldık. Endi mana bu unga soda bilan vodafını töküp iyileştirimiz. İyileştirip endi bunu unni azazını töküp dadenjiga töküp yana aralashtirib yana köp turamiz. Mana uni töküp köp turib bolduq. Qo'linglarda yoki palax bilan mishta bir ostilarini o'rib, qavatmisanlar, ostidagi qoldiq maylar yaxshi ilashmay qoldi hanımlar. Cho'qim qo'linglarda yoki palaxda ilashtirib, buni yana bir minut köp turib, endi liskka may qog'oz qo'yib pishirib qilsak bo'ldi. Mana hanımlar, liskka may qog'ozini qo'yib olib, mush may qog'ozning ustiga mush xurishlarni pek jiq to'kib olmaymiz, jumon jiq to'kib olsak bu ko'pgandan keyin erib ketadi. Pek az qo'ya olmaymiz. Normal o'zlarini ko'z mo'ljal bo'yicha qo'yib, buni 15 minut atrofida pishirib chiqarsalar bo'ldi. Men kichik duxovkaning o'lchimini, gradusini ham o'lchimini deyman. Chunki uning duxovkasida 150 gradusda 15 minut pishirib, usti qizargandan keyin olsalar bo'ldi. Mana hanımlar, qatlarimiz pishib chiqdi, bek o'xshidi. Mana mush o'lchamda 4 qavat chiqdi. Mush orasiga, mush har bir qavat so'g'andan keyin mush orasiga iris, qor iris, qaymoq sursalar bo'ldi, lekin qaymoqninki uzoq saqlab bo'lmaydi. Shu iris o'zinglar oyilda qaynatgan iris olsun, qor iris, oq iris olsun yoki taya iris olsun, mush araliqqa muzlagandan keyin har bir ustiga surib, endi eng ustdan qavatga cho'rsidan kesib olgan ugundalarni ushshab qo'yib mushaninga eng ustdan qavatga iris surkab, mush eng ustdan qavatga iris surkab, endi mush ugundani ushshab izilib endi chachimiz. Chunga yeringlar bo'lsa so'rsalar bo'ldi. Xayr xo'sh.